odamni gavjum ko'ryapsizlar. Juda ko'pchilik mazza qilib ketyapti. Qanday baxtli insonlar. Mana spetspriyomga olib borganigacha ham bilet yozyapmiz. Mana shu narsa 3 ta 4 tadan har kun mana shunaqa odamga bilet yozyapmiz. Mana yana Facebookga kelyapti. Mana orqangizda ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Hali olib kirib ketdi. Federal slujba ishonchli aviakassaga ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Shaxsan o'zimning aviakassam Metro Kankova 6-liniya 3-qatdan chiqqandayoq mana shunaqa joyda kassa shuna kirasiz. Juda udobniy, kirdi chiqdi barcha xizmatlar bor va Turdovoy dogovorni goslugadan уведомление qila olmayotganlar bo'lsa ham aviakassamizga kelib murojaat qilsalaring, goslugangizdan Turdovoy dogovorni topshirib beramiz. Undan tashqari Rossiyaga yangi kelganlar va shu yerda yurganlarga tegishli kimga gosusluga, biometriya, Tinkoff karta, SIM karta, восстановление gosluga kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga ishonchli Bekzodjon Mamajonov Asal vaqti kanali admini albatta o'tib obuna bo'linglar. Metro Tulskida ham, Metro Petrovskiy, Razimovskida ham bor. Bemalol borib murojaat qilib o'sha yerda ishingizni bitirishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, kanalda kuzatishda davom eting. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir privilegiya ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarini faqatgina bizda Mir privilegiyada topa olasiz. Ha, aytgancha pul o'tkazmalarini amalga oshirish vaqtida 7777 Yo'ldoshbek Karimov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir privilegiya, biz bilan hammasi oson. Do'stlar, mana shu ushbu bugungi videorolikimiz aeroport Vnukovadan bo'ladi. Aeroport Vnukovada hozircha ozgina sal vaziyat qiyinroq, retroq, o'shaning uchun juda unaqa zo'r videoga ola olmadik. Oxirgacha o'tkazmay kuzatinglar. Biz red deganda juda ko'pchilik kommentariyaga har xil gaplarni yozdi. Mana shu videoda sizlarga batafsil aeroport ichkarisidan ma'lumot beramiz va redlar haqida nima bo'lyapti, o'sha haqida ham qisqacha sizlarga informatsiya berib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan kuzatib boringlar va birinchi kommentariyamizda Telegram kanalimizga o'tib, albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ko'k silkada turibdi birinchi kommentariyada. Ustiga bosib o'tsangiz Telegramga o'tadi. Va Telegram kanalimizda Max kanalimiz ham bor. Albatta Maxga ham o'tinglar. Bu yerda ham Maxga ham tezkor yangiliklarni, biletlar narxlarini tashlab boramiz. Va обязательно Instagram kanalimizga o'tib, podeshka qilib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Xudo xolisa tez kunlarda Instagram kanalimizda konkurs o'tkazamiz. Agar sizlar podeshka qilib tursalaring, videoni o'tkazmasdan kuzatib boringlar. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan qadrli vatandoshlar, yurtdoshlar, biz hozir aeroport Vnukovaga kelganmiz. Aeroport Vnukovada sizlarga ichkaridan qisqacha ma'lumotlarni va ichkaridagi yangiliklarni va qanaqa holatlar bo'lyapti, ozgina bo'lsa ham sizlarga video ulashamiz. Va ushbu videoni boshida to'xtalib o'tyapman, ya'ni red haqida bundan oldingi video qilganimizda obloshkasi ekranda turibdi. Ham Instagramga ham qo'yganmiz buni. Ko'pchilik sen qayerdan bilasan, palonchini o'rtoqmisan, undoqmisan, bundoqmisan. Biz endi tanish bilish bor. Hamma tarafdan biz o'shani bilib turib, biz yangiliklarni, manaqa MVD kanallari bor, o'sha kanallarni kuzatib yuramiz, o'shalarni ko'rib biz o'shaning uchun ogohlantirdik va oxirgi vaqtda mana bundan 1-2 hafta oldinmi, bir oy oldin, masalan, narigi oy, mana o'tgan oy bir oyda bir marta bo'lib qolsa, adelga tushib qolib, hozir mana shu bilet olsang qo'yib yuboramiz, shtraf yozib, o'shanaqalar bitta bo'lardi xolos. Hozir последний время agar kim u bu deydigan bo'lsa, ochiqcha narsa yozmasin, mana shu kassamizga kelsin, men o'shani telefon nomerlarigacha ko'rsatib dagazat qilib beraman, telefon qilib gaplashtirib ham dagazat qilib beraman. Har kun 3 tadan 4 tadan, ha, metroda ushlabdi, olib ketibdi. Aka, mana shu reysga o'zi bilet olyapti deb nechtasi telefon qildi. Bittasi o'sha Sheremetyevadan mana shu soatga olish kerak ekan deb bizga reys nomerlarigacha aytdi. O'shanga o'zimiz bilet yozib berdik. Yana ko'pchilik Domodedovodan Kechqurun reysga Toshkent havo yo'llari unga yozib beramiz. Addelda turganga yozib berdik. Hammasi mana shunaqalar hozir mana shu birinchidan mana shu kungacha, mana shu bugun 10 bo'lsa, bu videoni men bugun yo ertaga qo'yishim mumkin. Xullas mana shu birinchidan 10gacha har kun 4 ta 5 ta bo'lyapti bunaqalar. Hammasi 4 ta 5 ta shunaqa odamga bilet yozyapmiz. Militsiya ushlab addelda shtraf qilib mana shu reysga bilet ol degan shtraf qilib biletni yozib tashlab yuboryapmiz yoki metrolarda ushlayapti yoki yo'lda ushlayapti. Taksilarga ham red bo'lyapti. Nekrasovka tarafda ham taksilarga, nelegal taksiga red bo'lyapti. Metrolarda ham ayrim joylarda red bo'lyapti. Ko'chalarda bo'lyapti. Stolovoy, stroyka, choyxona, odam gavjum bozorlar, mana shunaqa joyda katta red ketyapti hozir. Shunaqalarni spetspriyomga olib borganigacha ham bilet yozyapmiz. Mana shu narsa, mana shu birinchidan mana shu 10gacha bir 3 ta 4 tadan har kun mana shunaqa odamga bilet yozyapmiz. Mana yana Facebook kelyapti. Mana orqangizda ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Hali olib kirib ketdi. Federal slujba исполнитель deydi buni. Mana shu deport zaptberib bo'lganlarni hali biz uspet qilmadik. Biz mashinada kelib parkovkada tushganimizda
Mana shunaqa xuddi mana shu mashlarda bir galani olib kirib, registratsiyadan o'tkazmasdan ham promoy ular o'zi bileti bor. Ichkariga ziloniy koridorgacha olib kirib, bularni samolyotga chiqqanidan keyin bular orqaga qaytadi. Biz olib uspet qilmadik. Просто biz случайно mashinadan tushganimizda papal bo'lib qoldik. Militsiyalar ko'p edi. O'shaning uchun ola olmadik. Hushyor bo'linglar, red qattiq bo'lyapti. Endi bu 1-dan 10-gacha degani bilan bu 1-dan 10-gacha 10 kun to'xtab qolmaydi. Bu yerda ham plan bor. Bu yerda ham plan beradi ularga. Bular ham hamma dokument to'g'rini ham qo'yaversa, bular ham planni bitira olmaydi. O'shaning uchun masalan oddiy misol indin kuni aminasi ham bor, turdovoydagi bor, hamma narsasi bor. Aminasini ko'rib turib patentlarigacha bor, hamma narsasi как положено ushlab amina ham bor ekan, bo'pti ko'rdik. Kvartirani egasi bilan shartnoma, dogovor qog'ozing qani, pechat urilgan qog'ozing qani deb uni ham olib borib shtraf qildi. Unga ham bilet yozdik. Kechqurun Damadiydivan reysiga, kechqurungi Damadiydivan reysiga bilet yozdik. Assalomu alaykum, opa. Damadiydivan reysiga bilet yozdik. Shu bilet yozib berdik, u ham ketdi. Mana bu bahona topaman desa, bu planni to'ldirish uchun har baloni qiladi. O'shaning uchun kulturni bo'lib dokumentlarni porядка qilib, o'zingiz uchun ozgina bir chiroyli kiyinib, yaxshi yursak, o'zingizga yaxshi. Mana shunaqa reytlarga tushib qolmanglar. Albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Aeroport ichkarisiga kiramiz, hozir sizlarga batafsil bir video rolik qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Birinchi kommentariyada yana bir marta qaytarib o'taman. Telegram kanalimiz silkasi bor. Albatta o'tib obuna bo'linglar. Telegram kanalida Max kanalimiz ham bor. Unga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va Instagramimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Buni bilan iloji boricha imkon darajasida ozgina sizlarga video rolik chiqishga harakat qilamiz. Kanaldan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Mana bu orqamdagi orqam Ostanovka aeroport Vnukovo, Resovaya улица. Mana shu yerda 911 avtobusda Salyardan kelib tushib qolib, mana bu arka turibdi. O'sha arkani, oq arkani, seri svet arkani tagidan yer tagi -1dan kirib borsangiz ham bo'ladi. Hozir yana sizlarga yo'lni ko'rsaman yoki peshoxoddan o'tib kelasizlar. Hujjati yo'qlar -1dan. Hujjati bog'lab, mana bu peshoxod turibdi, mana peshoxoddan o'tib kelib, mana bundan o'tib kelasizlar mana. Orqamdagi mana bu eshikdan promoy kirib ketsalaring ham bo'ladi, hujjati bog'larga farqi yo'q. Yoki mana bu arkani tagidan ham -1ga tushib, -1dan kirib borsa ham bo'ladi. Hozir biz -1dan mana Abloshga videolar bo'limiga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Hozir biz o'rtadagi eshikdan kirib boramiz, kuzatib boringlar videoni. Mana bu yerda mana bu arkani oldi tarafida eshik bor. O'shadan -1ga tushib eskalatordan kirib borsa ham bo'ladi. Hujjati yo'qlarga sal безопасный. Mana bu o'rta hujjati borlarga любой joydan kirib ketaverasiz. Tepaga kelib o'tirmang, hujjati yo'qli bo'lsa. Tepada qaytib tushishning iloji yo'q. Sal vaziyatingiz qiyin bo'lib qolishi mumkin. Mana shu o'rtadan hozir kirib boramiz. Kelib yoki mana bu liftdan pastga -1ga tushsangiz ham bo'ladi yoki mana bu arkani oldi qismi, mana odamlar kiryapti. Mana shu yerdan -1ga tushib, o'ng qo'l tarafdan kirib borsangiz ham bo'ladi. Metroda kelsangiz, mana shu yer tagi -1da o'rtasidan chiqasiz. Yer tagi bilan -1 bilan kirib borasiz. Hozir biz mana bu o'rtadan kirib boramiz. Holatlarni sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kelganlarni kutib olish ham mana shu o'rtadan kirib, mana shu birinchi etajda o'zida aeroportda o'rtaroqga borasiz. Mana shu yerda keladiganlarni kutib olasiz. Hozir mana bu yerdan ichkariga kiramiz, holatlarni bir qator sizlarga ko'rsatamiz. Mana bu yerdan hozir sumkalarni qo'yib o'tamiz ekan, bu birinchi etaj. Do'stlar, mana birdan kirganda bitta odam bor, mana bitta akalar bor. -1da yo'q taka. Mana bu -1. Mana bu biz kirgan birinchi etaj. Bitta bor deydi. 3-etajda hozir ichkarilarda sizlarga yaxshi ko'rsatamiz samarali. Qanaqa vaziyat? Videoni qismasdan kuzatib olinglar. Aeroportda bugungi reyslar Farg'onaga, Pobeda, Посадка уже samolyotga chiqish boshlandi. Urganch O'zbekiston havo yo'llari registratsiya ketyapti. Samarqandga havo yo'llariga registratsiya boshlanadi. Hozir 52-55 stoykada ozgina turib Buxoro Yuter. Xullas Toshkent, Pobeda, Termiz havo yo'llari, Buxoro havo yo'llari, Toshkent yana bitta havo yo'llari. Mana shu bugungi reyslar. Hozir Dalsha aeroportda ishini yana ko'rsatamiz. Birinchi etajga kelmaydi deganim, akalar turibdi. Birinchi etaj. Hujjati yo'qlar, ikkinchi etajdan kelmaydi. Hujjati yo'q akalar bo'lsa, iloji boricha chiqmaydi ikkinchi etajga. Hozir eskalatordan chiqib bu tarafga yuramiz. Agar sizlar biz ko'rsatgan -1dan kelsalaring, promoy -1dan kirib, mana shu liftdan ikkinchi etajga chiqasizlar. -1dan kirganlaringda ringdan sumkani qo'yib o'tib, birinchi to'g'ridagi lift emas, undan orqadagi ikkinchi liftdan chiqib, ikkinchi etajga chiqsalaring, mana shu liftdan chiqishlaringda to'g'rilaringda liftdan chiqishingizga 51dan 60 gacha polna havo yo'llariga atmosfera qiladi. Hammasi mana shu havo yo'llari 51dan 60 gacha. Mana bu yerda katta tablo ham bor.
Mana bu 57 dan 60 gacha havo yo'llari 32 ga 8 bagajli va 23 ga 8 bagajli ham bo'ladi. Hozir havo yo'llari ikkita tarif qilgan, 23 kilolik va 32 kilolik va undan tashqari low coaster faqat 23 kilolik tarif ham bor. Vohalarga, vodiylarga, Toshkentlarga ham o'sha 23 kilolik ekonom ekspress tariflar 55 dan 51 gacha bo'lgan stoykada bo'ladi. Undan tashqari ikkitalik tarif 20-50 ga uchadigan reys 57 dan 60 gacha 32 ga 8 va 23 ga 8. Mana registratsiya ketyapti aka. Odamlar gavjum ko'ryapsizlar. Juda ko'pchilik maza qilib ketyapti. Qanday baxtli insonlar. Mana bu yerda Pavlovda havo yo'llari Termiz, havo yo'llari Buxoro, havo yo'llari Urganch. Birdaniga 4 tasiga registratsiya ketyapti. Shunaqa gaplar akalar. Aeroport tinch, ancha yaxshi. Bagajlarni topshirgandan keyin havo yo'llarida mana 51-stoykani yoni, mana bu taraf bu внутренний registratsiyaning ichida uchadigan. Bu yoqqa kirib ketmaysizlar. Mana bu 51-stoykani yonida bu tarafga qarab yurasizlar. Mana do'stlar, Zilloning koridor kirib ketish 18:31. Основной shu vatan ketadiganlar shu yerdan kirasiz. O'zingizni stoykangizga borib, topshirganingizdan keyin bagaj topshirgandan keyin shu yerga kelasiz. 18:31 shu yerdan juda ko'pchilik adashadi. Shu videoga like bosib tarafat bo'lsangiz shunaqangi odamlar yetib borasiz. Hozir buni ichidan to'liq video olamiz. Ishga uchayotgan do'stlar, Tabidaga bilet olgan bo'lsangiz, mana 116 dan 122 stoygacha qabul qiladi. Hozir mana shu o'ramizni sizni ko'rib qolganingiz sababli, so'raganingiz sababli ko'rsatib qo'ydik. Sizga ham kerakli bo'ladi deb o'ylayman. Bitta bilmaganimgadir, politsiya xodimlari kelib qo'yishyapti. Bilmaganim kitobda aniq. Kirib kelganingizda shu o'zingizni belgingizga e'tibor bering. Tabedami, havo yo'llarimi, qaysi bo'lgan bo'lsa shuni qarab sangiz tepasiga yozib qo'ying. Hech qanday problem bo'lmaydi. Mana aeroportda hamma yoq tinch, videoga olib chiqdik. Xudo xolasa, sizlardan faqat like, kommentariy, hushyor bo'lasizlar. Red tugagani bilan 10-gacha degani bilan hali plan to'lishgacha baribir bu davom etishi mumkin. O'shanga bir oycha hushyor bo'lib yurganlaring yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi roliklarda ko'rishguncha o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz ssilkasiga o'tib, albatta obuna bo'linglar. Telegram kanalida Max kanalimiz ham bor. Unga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Kelgusi roliklarda ko'rishguncha o'zlaringiz ehtiyot qiling.